Bahorning ilk kunlari va ulug' Ramazon oyining Registonda qanday o'tayotganini sizlar bilan bo'lishaman. Bahorning ilk kunlari Registon malikalari bellashuvi bilan boshlandi. Bu bellashuvda texnikum, litsey va maktabning iqtidorli va bilimli o'qituvchilari o'z mahoratlarini yana bir bor yaqqol ko'rsatish uchun 5 bosqichdan o'tishdi. Bellashuv shartiga ko'ra, har bir o'qituvchi viloyatlar haqida qiziqarli faktlar va ularning urf-odatlarini ko'rsatishlari, qolaversa milliy kiyimlarini namoyish etishlari kerak edi. Savol-javob bosqichida esa har bir o'qituvchimiz o'z bilim va mahoratlarini yana bir bor sinovdan o'tkazishdi. Registon o'quvchilari ham o'z bilimlarini doimo oshirishga harakat qilishadi. Yaqinda Registonda Zakovat intellektual bellashuvi bo'lib o'tdi. Bu bellashuvda har bir o'quvchi faol qatnashib, o'zlarining mantiqiy fikrlashlarini sinovdan o'tkazdilar. 4 ta juri a'zolari esa eng faol va eng ko'p ball yig'gan jamoani taqdirlashdi. Registon o'quvchilari sportni ham chetda qoldirmaydilar. Yaqinda 10-sinflar o'rtasida sportning turli xil turlari bo'yicha kuch sinash musobaqasi bo'lib o'tdi. G'alaba faqatgina bir kishining emas, balki butun jamoaning harakatining samarasi bo'ldi. Registon o'quvchilari tomonidan tayyorlangan qiziqarli va ajoyib bo'lgan ochiq darslar o'quvchilarning qanchalik faolligini yana bir isbotidir. Ular shunchaki ochiq dars emas, balki butun boshli muhitni ham yaratishyapti. Bu ochiq darsda litseyimizning mudirasi va o'qituvchilar ham qatnashyapti va o'zlarining samimiy tilaklarini bildirishyapti. Shu bilan birgalikda o'quvchilarimiz uchun samarali va foydali bo'lgan treninglar soni oshib bormoqda. Registonning yana bir mehmoni avstraliyalik mutaxassis bilan ochiq suhbat bo'lib o'tdi. Bu suhbatda o'quvchilarimizga Avstraliya universitetlariga kirish uchun qanday qadamlar tashlash kerakligi va grantlar va stipendiyalar haqida to'liq ma'lumot berildi.